apparat universal ekanda. Hamma narsani qiladi. Ketdi. Vazoxodovka o'zi bu qor tozalash uchun emas, lekin mashina ustiga qorlarni bemalol tozalasa kerak. Nima deysiz? Keling, mana buni ko'rsatamiz. Bizda birinchi qorligigami? Qor og'irroq, qanaqadir ham quruq emas-da. Tegini ko'ryapsizlar, uje qanaqadir yopishqoq, quruq qor emas-da, namli, og'irroq qor ekan. Endi bilmadim. Yevropada qorni bemalol bundoq qilsa uchib ketadi qori, bizda hali nam qorligiga menimcha shunaqa bo'lyapti. Nima deysizlar? O'z fikringizni qoldiringlar. Akkumulyatorning variantlar bor, lekin eng kuchlisi baribir benzinoviy bo'lib qolyapti. Nima deysizlar? Fikringizni yozib ketaverasizlar. Akkumulyatorning variantlarini mashinani mana bu nomerlarning tagiga, bakoylarning tagida suv qolib ketadi, o'sha uchun ishlatamiz. Bu benzinoviylarni barg tozalashda, qor tozalashda, boshqa universal ishlarni qilishda bizga yordamlashadigan yordamchi ish qurol degan bo'ladi. Fikringizni yozib qoldiring. Bu videoga like bosishni unutmang. Like bosdingizmi, podpiskani bosib qo'ying. Zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun do'kon ochib kelaverasizlar.